Bir odam tavba qilibdi, yaxshi yo'lga o'tibdi. Hech qachon uni eski holatini yuziga solmang va siz o'zingiz ham gapirmang. Buni xatosini xavfli ekanligini aytaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: qaysi bir odam bir odamni qilgan yomonligini gapirsa, bilmaydiki u tavba qilgan bo'lsa, agar tavba qilingan gunohini gapirsa bir kishi, Alloh taolo shu odamga ham o'sha ishni qildirmay o'ldirmaydi deganlar. Shunaqa yomon narsa. Bir she'r bor. Burung'i xolig'a qilma nazora, ani tangrim aziz etsan nachora. Bir kishini oldingi holatiga qaramagan, bir faqir bo'lgandir, bir gunohkor bo'lgandir. Endi bugun boy badavlat bo'lib ketibdi, hukumat boshqaryapti-kan. Sen unga qaramagin. Xudo aziz qilib qo'ysa sendan nima keladi qo'lingdan? Shunday kishilarimizga, singillarimizga, ukalarimga aytaman: Alloh tavba nasib qildimi? To'g'ri yo'lga tushib qolibsizmi? Malomatchini malomatidan qo'rqmang. Siz ammo zinhor hech kimni malomat qilmang. Kecha o'zing qanday eding demang. Hammamiz ham kechagina yaxshi odam emas edik. Bugun ham yaxshi emasmizlar. Val aqibatu lit-taqva. Oqibat taqvodorlarniki bo'ladi. O'sha haqida o'ylash kerak ko'proq.